Assalamu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitap, bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda G'arbiy yurt osonliq millat shoirlarining tanlanmış yerlari nomli kitap haqida suhbat quramiz. Bu kitapni Beijing Markaziy Millatlar Nashriyati nashri tayyorlagan. Danliq adabiy tarjimon shoir Emin Ahmedi aka ona tilimizga o'rgan. Bugungi programmamizga 3 aziz mehmonni daxil qildik. Bular Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Adabiyat Sanatçılar Birleşmesining sobiq muavin raisi, shoir, oliy muharrir, jurnalist Abdulbil Sadiq aka. Şinjan Sanat institutining sobiq mudiri, professor, shoir, adabiy tarjimon Emin Ahmedi aka. Beijing Markaziy Millatlar Nashriyatining muavin bosh muharriri, oliy muxbir Erkin Abduqodir efendi. Endi bu G'arbiy yurtdagi shu Xanzu tili yozib ijodat elib qolgan Uyg'ur adablari hozir qadar Xanzu klassik adabiyot tarixidan hurmat bilan tilga ilinib kelayotgan ahamiyatli bo'lgan bir tema, bir nuqta, bir masala bu. Albatta kerak tarixdan beri shu Xanzu tili yozibida ijodat bilan shug'ullanayotgan adablarimiz oz emas. Navbatda shu G'arbiy yurt osonliq millat G'arbiy yurtdagi osonliq millat shoirlarininki tanlanmış yerlar nomli kitobning vujudga chiqishining o'zi yuqorqi gapimizningki jonliq bir misoli va tipik ifodasi. Abdultaka siz shu G'arbiy yurt osonliq millatlar shoirlarining tanlanmış yerlari nomli kitobninki alohida takliflik muharrir ekansiz. Albatta bu kitobni tarjima o'rinlashtirishninki oldidagi ishlardan mening cho'qim xabaringiz bor. Biz avval mushaq bilanlashib baqsak bizni shu tarjima uyushtirishning oldidagi inchga ham japoliq ishlarni xabardor qilgan bo'lsangiz. Men 2005-yili bir ish munosabati bilan Beijingga berib qoldim. Beijingga borgandan keyin Markaziy Millatlar Nashriyatining muavin bosh muharriri Erkin Qodir bilan ikkimiz ko'rishib, paranglashdik. Shu jarayonda Erkin menga bir gapni dedi. Shundaq G'arbiy yurt osonliq millat shoirlarining bir she'rlar to'plami qo'limga tushib qoldi. O'qisam nihoyatda katta she'rlar bor ekan. Shuni bir tarjimaga uyushtirsak deb o'ylayapman deb shu gapni dedi. Gapga qarasam, shu to'plamning o'zida Uyg'ur shoirlaridan 50 necha shoirning she'ri bor ekan. Buni anglab men bak qiziqdim. Voy buni cho'qim tarjimaga uyushtirib, bu kitob chiqsin. Hammamiz ko'rayli, Uyg'ur o'qirmanlar ko'rsin. Degandan buni kimga tarjimaga bersak bo'lar deb shuna dedi. Degandan men bu hamda qadimiy Xanzu tilida yozilgan kitob. Hamda hozirgi Xanzu tilidagi kitob bo'lsa, hozirgi zamon shoirlarining she'rlari bo'lsa, buni tarjimaga berishga men bir qancha nomzodni sizga deyishim mumkin. Lekin ma qadim Xanzu tilida yozilgan kitob ekan. Şunlaşqa bunun en yaxşı Emin Ahmed muvafiq. Emin Ahmed birinciden özü xeyli pişkan şair. İkinciden kadimi Xanzu tilimi pişik. Tercümegimi pişik. Şunu tercüm qılalaydigan en yaxşı, en muvafiq Emin Ahmed. Deb men şu Emin Ahmedni tashabbus qildim. Keyin degandek bu Millatlar Nashriyat tarafidan bu Emin Ahmedga bu tarjimani uyushtirdi. Shunga bu tarjima muvaffaqiyatli bo'lib chiqdi. Bu jihatini aytganda bu kitobning maydonga chiqqanligi hamma Uyg'ur o'qirmanlar uchun nihoyat xushallik ish bo'ldi. Bunda bo'lganda siz ham bu tarjimaninki tahrirlash davomida sizni qoldirgan cho'nqur ta'sirotini nima deb o'ylaysiz? Bu she'rlar qadimki Xanzu she'r shakllari bo'yicha yozilgan. Endi ma'u tarjim kitobi bo'lsa, Uyg'ur asosan oruz vazirining har xil shakllari, har xil bahrlarda tarjima qilingan. Demak, bu ilqi shakl jihatimi, mayli vazn jihatini aytgandimi, xilma-xil, rang-rang. Asli Xanzu yozilgan she'rlar shunday. Endi ma Uyg'ur she'rlarmi, Uyg'ur tarjimasimi shunday chiqqan. Endi so'z, til ishlatish jihatimi intayin fasohatlik.
ba'zida adam o'qisa xuddi shu tabiat manzilasi tasvirlangan bo'lsa, shu tabiat manzarasi odamning ko'z oldiga shundoq keladi. Mayli boshqa tarixiy voqealarni bayon qilish olsun yoki urf-odatlarni bayon qilish jihatini aytgan bo'lsin, buni shu tarjimada nihoyat muvofiq tillar bilan shundoq fasohatlik tarjim qilingan. Buning tarjimasidan men haqiqatan nihoyat rozi bo'ldim. Shunlashqa tayyorlikda buningga jiq qalamni tagmidi. Iminka Beyjing Markazi Millatlar Nashriyoti nashr qilib taqatgan, siz tarjimasiga ishlagan, ona tilimizga o'rgan G'arbiy yurt asonliq millat shoirlarining tanlanmış she'rlari nomli bu kitob nashrdan chiqib o'qirmanlarimizni to'liq suyundirdi. Bunda qolganda mushu kitobninki biz mazmun qurilmasi haqida farqlashib baqsaq, iminka mushu kitobga mushu G'arbiy yurt shoirlarininki hamda qaysi davrigacha bo'lgan oraliqdagi qanchalik darajadagi she'rlar kirgizilgan. Uningda boshqanda mushuni birlashtirib, mushu G'arbiy yurtdagi mushu Uyg'ur shoirlarininki nasab nomini bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Endi bu kitobga 72 nafar shoirning 400 dan ortiq she'r kirgizilgan. Bu she'rlarning eng dastlabkisi milodiyadan 1000 yil burun shu chog'dagi o'ttir tuzlanlikda yoki Chang'an atrofida xalliqda o'ltirgan Mutianzi degan bir kishining G'arbiy yurtga sayohatga berib, G'arbiy allarda shu joydagi millat qabilalarning sarkardisi bo'lib yashayotgan Qurg'ar ana degan ona bilan ko'rishib, ziyofatga qatnashib o'ltirish jarayonida shu Qurg'ar ana degan ayolning o'qigan ikki parcha she'ri orqali toki Çin sulolasining eng oxirgi yillariga qadar bo'lgan 3000 yillik tarixdagi she'rlar kirgan. Endi mushu kitobning o'zidan qaraganda 3000 yil ichida bulardanmi ko'p asonliq millat shoirlari o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin tarixiy bo'ron chapqinlar tufaylidan nurg'un odamlarning she'rlari yo'qolib ketgan. Alaylik mushu to'plamning ichida Tang xandonligi davrida she'r yozgan bir shoirning she'ri yo'q. Faqat Turpandagi kishilarning shu chog'da qoldirgan bir parcha qo'shoqdan boshqa butkul Tang xandonligi davriga bütün adabiyot, san'at, madaniyat gullab yashnagan shu davrda asonliq millat shoirlarining yozib qo'ygan bir parcha she'rim yo'q. Aksincha, uning oldidagi xandonliqlarda ve keyingi Yuan sulolasi, Çin sulolasi davrida yozilgan she'rlar intayin ko'p. Endi buning ichidagi bütün tarixiy materiallarda Uyg'ur deb bekitilgan shoirlar 52 nafar. Endi ba'zilarning millati, qavmi yoki tug'ilgan joylari aniq emas. Bular haqida davomli izlanishga to'g'ri keladi. Ehtimol 3000 yillik tarixda G'arbiy yurtda tug'ilib yoki ota-bobolarga ergishib ichkiriga berib shu yerda tug'ilib, shu yerda o'qib, bilim olib, amal tutib, har xil ishlar bilan shug'ullanib, shoirlik yo'liga qadam qo'yganlar balki buningdanmi ko'p bo'lishi mumkin. Biz bu haqda tadqiqotni buningda ekanmi kuchaytiramiz. Uning ustiga mushu bir kitob bizning tadqiqotchilarimizga ashundoq bir yangi temani tashlab berdi. Endi mushu kitobga kirgizilgan she'rlarning avtorlarining ichida masalan Saydullah bizning hammamizga tanishliq. Uningdan boshqa nurg'unlagan asonliq millat shoirlarining ismlari bor. O'ziningki nasabnomasi Uyg'ur deb aniq aytilgan mana Qangli Bayxua, Zhao Shan, Ma Zuchang, yana Gui Yunxi, Eli Yaoqing, Eli Xiying, Sevinç Qiya. Sevinç Qiya mı değildi? Sevinç Qiya. Sevinç Qiya mı değildi? İnan Qiya, Derviş, Şeyhüli, onundan başka yana Alaudun, Shoyangpu, Navna, ondan Cemaluddin,
Beyli Şah qatarlıq nurgun kişilərinki isimleri tilgə ilingan alaylıq şu Seydullah'nın şiirleriga Seydullah'nın şiirleri borandek gükürep turdu. Xudu denizde üzgen lağın tüpeyli peyda bolgan dolqundek köverep turdu. Xudu tağlarının üstüde tik turgan qarğaydek qaddi qametini kirip turdu. Xudu jengi tushsa yengmigich qaytib kelmaydigan leşkerlerdek cesaretli görünüdü dedigan mushundaq bahalarni Seydullah'nın şiirleriga bergen. Hatta öz vaqtida baha bergenler bularning şiirleri öz zamanısında yaşagan başka xansu şairlarnikidan qilishmaydi. Hatta ba'zida uni eshitib ketgan, hatta ijodiyat bo'libmi şiiriyat jirgilab qolgan so'ng sulolasi vaqtidagidanmi eshitib ketgan deydigan bunday yuqori baholarni bergan. Ondaqda siz yana mush kitapqa şu g'arbiy yurtdagi Uyg'ur adiblarininki asarlari va ularninki nasabi, ularning ish faoliyatlari to'liq kirgizildi. Hammasi kirgizildi deb qaray olamsiz, Emnika? Yo'q, buningga men hammasi kirgizildi deb qaray olmayman. Hozir qadar bunda bir masala bor. Bu xil boshqa o'zining ona tilidan boshqa tilda yozayotganlarninki tarixdagi taqdirida yoki o'z millatining adabiyot tarixiga yozilmaydigan yoki shu davlatning adabiyot tarixiga yozilmaydigan bunda bir qiyinchilik bor. To'g'ri. Chunki bu yozganlarning hammasi o'zining ona tilida ijod qilmagan. Shuni bir davlat uchun ilib aytgan vaqtida rasmiy tarixiy materiallarda bir yoqqa chiqib qoldigan, chetib qoladigan, nurg'un ishlar bilmay qoldigan manda bir ahvollar bor. Shu ilmi bular texi mushu xil kitaplarga kirgizilibdi. Aynda bo'lganda haliqidek Boran Chapqun, haliqidek davlat tarixi, davlat adabiyot tarixi yoki boshqa ijtimoiy tarixlarga yozilganda tushib qolgan yoki o'zining ona millatimi bu odamlarni uqmay qolgan bunda ahvollar bilan nurg'un shoirlarniki ismi bizga natonish yoki ular materiallarni sirtida qolgan bo'lishi mumkin. Erkinga anglasak siz shu kitapninki ana tilimizga o'rilib tarjim qilish ishlariga siz ishtirok etgansiz. Shundaqla shu tarjim qilish va nashr qilishdan iborat bu ahamiyatli bo'lgan taklifni siz berib ekansiz. Mush kitobninki mush tarjimga uyushtirilishini tortib, mush nashr qilib taqilish bo'lgan jarayondagi sizning izlanish jarayonlaringizni o'qirman do'stlarimizga bir deb etgan bo'lsangiz. Biz mush mamlakatimiz bo'yicha oz sonliq millat rayonlariga 2005-yildan boshlab har 2 yilda bir qitim jamiyat tekshirishni bekitgan. Ma kitob kelsak, shu faoliyatimiz dastlabda boshlangandala biz Qumulga kelgan. Birinchi o'rta maktabda bir suhbat yig'ini o'tkazdik. U yerda endi o'qituvchilar bilan. Shu jarayonda bizning suhbatimizni nihoyatda yuragi so'yingan bir o'qituvchi shu suhbatdan keyin meni izlab Erkinkasizlar alaydan Bejindan kelibsizlar. Sizlarning suhbatlaringizdan men bak so'yindim. Men sizlarni bir uyga chaqirib olsam degandan endi uyga endi bora olmaymiz, xizmat biroz aldirashgan desak, yo'q, men sizlarni uyga mehmonga demayman. Men 2 qiz uyini mush kitobga atagan 2 qiz uyida liq kitob bor. 2 qiz uyga kirsak, haqiqatan kitob 4 tomda butunlay liq joz. Qaytishning oldida u endi sizlar ataydan bizning uyga kelib mush ko'gininglar men uchun bir ilhom bo'ldi, meni qo'llig'ininglar. Mushuning ichidan yaxshi kitoblar bo'lsa Erkinka mush 10 necha kitob men tanlab qo'ydim. Siz akiting, siz Bejingda bo'lgandan keyin mushlarni atigun tarjima qilib ishlata olasiz. Bu kitoblarni men ko'rgan, o'qigan degandan keyin men sal xijolat bo'ldim. Endi sen kitobni shundoq tasdiqlashsang, biz uni manbashni uni akatsa yaxshi bo'lmaydi desam, o'zingiz undan birini tanlab oling dedi. Shuni o'tirib, men shu joyda mush kitobni tanlab oldim. Endi bu kitobning ichida boyi Imin Ahmedkam degandek 72 shoirning asarlari kirgizilganda, endi buning ichida eng donglig'i Saydullah. Endi bu Yuan sulolasiga bizning Uyg'urlarning eng dongli shoiri. Endi mushu 72 shoirning ichida 8i shu Saf famillik. Mushu Saf familliklarning tarixini izlashga kirishdim. Kirishib ba'zi bir materiallar qarasam, bular o'z vaqtida mushu Sanshi Tayvanning
Şimali yayloqlarga tutash Yammin degan kentida tug'ilgan ekan. Shundan bu oraliqda men bir dam ishlab Yammin kentiga bordim. Endi Saydulloh shu yerda tug'ilgan ekan. U yerdan tug'ilib keyin Fujanga ketgan ekan. Shundan u yerdagi milliy xizmat ishlaydiganlar, diniy xizmat ishlaydiganlar bilan ko'rishib, shu ularning nurg'un materiallar bilan men ta'minladi. Men qaytib borgandan keyin yana o'zim xizmat munosabatim bilan Fujanga bordim. Bu saf familiyalarning ko'pincha hamiz Fujan degan. Endi Fujanda bu shu Saydullohning avlodidan nopuzliroq, tarixga biroz pishiq bir odam bor deb uni birisi menga xabardor qilgandan keyin bu odamni izlab Fujanga bordik. U odam shu Fujan o'lkasiningki tashviqot idorasining mas'uli bo'lib ishlagan ekan. U biz borgancha bu odam pensiyaga chiqibdi. Pensiyaga chiqqandan keyin ashadagi yo'ldoshlarningki yordam bilan bu odamni izlab topdik. O'zimni naytim shu boyimni paranglashdik. Shu Abdumitga misal o'xshab qolgan qoshlarini ayt qo'yoq, burunlari o'z shundoq kelishgan odam ekan. U bizning kelganimizdan xabardor bo'lib, endi uning o'g'li bilan inbaldir aloqalashgan. Uyga kirib biz o'tamidik. Bu odamning hayojonlanib ketdi. Birdan u kitobni oldi. Birdan bu kitobni oldi. Anandan keyin o'ziniki ajdodlarining, masalan Saydullohning avlodlarining da shu joyda Fujanda tug'an qora joylarining xaritalarini, rasmlarni, shu joydagi narsalarni birdan ochib biz ko'rsatdik. Shuning bilan eng oxiri bu odam bir kitobni menga sovg'a qildi. Shu Saydullohniki nasab nomisi, shu oilaning 26 ta avlodninki shu avlod ichidagi eng tarixda o'rni yuqori bo'lgan. Masalan, harbiyşunas, yozuvchi, shundoq odamlar saf familiyasi o'tgan ekan. Shularni bir cho'ng to'plam qilib ishlab. Ichki to'plam shu vaqtdagi to'plam ekan. Butunlay shu. Anandan keyin bu kitobni oldik. Endi sana degan tonishtirgan yerlarning ichida bir yavasan ko'rib olgin dedi. Nima desam, shu shaharning Fuju bir ko'chaning ichida bizning 8 ishiklik, 8 darvozali bir qo'rarimiz bor. Bizning ajdodlardan shular qolib ekan. Endi bugun yomg'irda men seni boshlab boramaydigan bo'ldim dedi. Endi o'g'li bo'ldi, men boshlab boray deb, shu uni o'g'li bizni shu bular o'tagan shu ko'ni qo'rajaga boshlab bordi. Qarasak, bordi cho'ng darvoza bizning hozir Uyg'urlarning ko'ni bir qo'ra darvozalari bor. Shuning o'xshash qizil sirlangan ko'ni darvoza. Endi shundoq darvozaning 8 bor ekan. Har qitim har bir darvozaga kirgandan keyin bir qo'ra, bir choyxona, bir shundoq mehmonxona shundoq. Endi buning ichida uning shu Saydullohninki o'z vaqtidagi avlodlari donglik odamlarning rasmlarini chizib hammasini tayyor qo'ydi. Qaytib kelgandan keyin anandan keyin to'xtab bu kitobni cho'qim tarjima qilish kerak ekan deb anandan keyin boya Abdumitkam degandek bu keyingi ishlamishda o'rlashtirildi. Nayt ahamiyatli bir aslik bir xotir ekan bu. Aldım taka siz shu kitobning tarjimasini ishlash davomida o'zingizning bir shoirani ko'zi bilan, shoirani nazaridan albatta, shuniki g'ayri yurtlik shoirlarning she'rlariga qaradingiz balkim. Unda bo'lganda she'rlarning sizni qoldirgan eng cho'nqur taraflari, aslik xotiralari nima bo'ldi, Aldım taka? Endi men boyima dedim, bu she'rlarni nihoyatda qiziqib o'qidim. Mayli mazmun, mayli shakl jihatdan bo'lsin, meni nihoyat o'ziga tatdı. Şunlaşqa hatta ben ba'zida tayyorli qalamimni qo'yib turib, esimde yo'q, tayyor ishganligim esimdan chiqib ketib, o'qirman sifatida 40-50 varaq o'qib bo'lib, voy to'xta, men buning tayyorligini qilishim kerak deb qaytadan kelgan yerlarim bor. Nimishkasi qiziqib shunchalik o'qib ketdim-da. Ham bu she'rlarda nəhayət çonqur birinci nəhayət çonqur bir fəlsəfi fikirlər var ki. İkinciden nurgun tarihi bilimler var ki. Ondan nurgun örf adet medeniyetke ait nurgun bilimler var ki. Bu işte tabiat menzillerimi şundak canlıq suretlengen. Bəyini aş köz aldığınızda ressam sizib koyğanda kelirdi. Ben bu dəsləbi şiirlerini okup bu adetteki şairler emezken bularning nəhayət bilimi molken deb kim bularning tercümalini okusam, endi bunumuz kitapni her bir şairning beşide qısqa bir tercümalimi berilgen, okusam bular hemsi adetki adamlar emezken.
Bular köpüncü orduda çoğun emellerini tutkan. Hem elemde hem kalemde yetişken adamlarken. Bazıları şu vaktideki Sulallah vaktida ordularda serkerdi boğan, nurgun janglarga qatnaşkan, nurgun g'albilarni qo'lga keltirgan, ba'zilar olsa turli ilim fan sohasida yetishgan o'limalar, ba'zilar olsa Budda dinining rohib kalollari. Manda bu odamlarga. Demak, bularning o'zining bilim doirasini aytib cho'nqur ekan. Shuning uchun bularning she'rlari ashundaq o'zi cho'nqur fikrlik va ichida mo'l bilim bilan jug'urilganligining sababi mayada ekan. Endi adabiyot madaniyatning muhim bir tarkibiy qismi. Mo'sh nuqtadan aytganda, Jungo adabiyotimi har qaysi millatlarning o'rtaq tirishchanligi orqali maydonga kelgan adabiyot desak bo'ladi. Mana shu oldimizda turgan shu kitob shuning shohidi. Mening qarshimdan bularning g'arb yurtlik adiblarninki shu mazgillarda yaratgani nuqul bir she'r, bir asar emas. Ularning yaratgani bir ideya, bir tafakkur, bir madaniyatda, oxirida bir tarix. Shunda oxirida bir tarix. Eminka bu kitob kirgizilgan g'arb yurt shoirlarininki, she'rlarininki hammasi degidek klassik Hanzu she'riyatininki an'anaviy she'r shakllarida yozilgan. Undan keyin bularning she'rlaridami muayyan darajadagi bir xil milliylik ya bo'lmasa bir madaniyat omillarining aks etish turganligi gap. Undaq bo'lganda siz endi shu tarjimasini ishlash davomida ularning ijodiy xosligi va uslubini Uyg'ur tilida aslidagi bilan o'xshash ifodalash, shundaqla she'rning asldagi ta'mini, farqini saqlab qolish masalasini siz qanday bir taraf qildingiz? Bay aytgandek, bu she'rlarda bo'libmi klassik she'rlarda bir gap zodi bir gap, bir xat zodi bir xat jinga o'tirdi. Bir xatni tepish uchun men 3 yil ketdi deb yozdi bu Hansu shoirlar. Shu gapmi bularniki she'r yozgan vaqtida bakmi tujublaydiganligi, intayin inchiklik bilan o'ylanadiganligidan darak berdi. Men o'qib qarasam bizning bu oz sonli millat shoirlarimiz shundoq qamlashtirib yetibdi-da. 5 xatlik, 7 xatlik yoki 11 xatlik bu she'rlarni hozirgi zamon Hansu tiliga ag'dirgan chaqdimi 20-30 xat bo'ldi ekanda. Bu hozirgi zaman Hansu tilidagi 20-30 xatni men Uyg'urcha bir misra qilsam, bu 40-50 bo'g'im bo'lib ketadi ekanda. Albatta bu she'r tarjimasida xat qo'g'lishib tarjim qilishga bo'lmaydi. Suratga tortgandek tarjim qilishga bo'lmaydi. Ondan shaklan tarjim qilishga taqa bo'lmaydi. Bo'lib she'r tarjim qilishda ba'zi gaplar tushib qilishga bo'ldi. Ba'zi so'zlar qo'shib qo'yilishga bo'ldi. Eng muhim narsa ichki vaznini tepish kerak. Shu shoirlarning ro'yitini tepish kerak. Ular kim odamlar? Bular qanday qilib bu she'rni yozdi deganda, shular yashagan davrni oldi bilan tarjima qilib beqish kerak. Ularniki ideyasini tarjima qilib beqish kerak. Ularning qimmat qarashini, dunyo qarashini va ijodiyat uslubini tarjima qilib beqish kerak. Aningdan keyin xatga navbat keltirib, shu yoziqni tarjima qilib beqish kerak. Men oldi bilan shu ishlarda bir ideya tayyorligini qilib, mush kitobning izohatlari orqali tushunib bo'lgandan sirt tushunmaydigan yerlarga material izlab bir o'qib beqib, ondan kirishdim. Men dedim, osonlik millat bo'lgan ekan, cho'qim bularning tafakkurida osonlik millat xos bir xil mardonlik, bir xil jo'shqin fikr, mush narsa bo'lish kerak. Shunga bular garchi Hansucha xat orqali o'zining fikrini qoldirayotgan bilan, ammo bularning tasavvuri va tafakkurida cho'qim shu millatga xos bo'lgan bir xil qarash bo'ladigini cho'qim deb o'ylab, men bu she'rlarga boshqa shakl berdim. Bu she'rlarni men ba'zilariga aruz vaznining har qaysi bahrlari, ba'zilariga barmoq vazni, ba'zilariga Yuan sulolasininki nag'malariga yozilgan tekstlarga uzun qisqa misralarni keltirdim. Lekin qopiyasida bular boshdan oyoq bir xil qopiya bilan yozilgan she'rlar ko'p bo'lg'achqa, menmi boshdan oyoq bir xil qopiya ekilgan ishlar. Demek bu Jungo klassik she'riyatida
bu şiriyat bir nayt qattiq o'lcham bilan nayt ishki vaznalab bo'lgan narsa shu. Bularning she'rlarninki turlari nayt ko'p ham nayt murakkab. Hamda mushkil she'r shakllarini Uyg'ur she'riyatiga, mana shu Uyg'ur ona tilimiz o'rgan vaqtimizda ishki vaznga ahamiyat berib, ishki vaznni ninki furqini chiqarish, ham shu shoirninki ideyasini, ham shu shoirning milliy xalqini ifodalash, ham badiiy istedodini namoyon qilishning o'zi bu oson masala emas. Erkinga bundan qaraganda mushuning ta'rlik halqalari ninki sifat qandaroq bo'lgansiz? Bizning Uyg'urlarning mush ishkirda yashagan dаңлıq shoirlarning, bizning o'qirmanlar xabar uchur topmagan shoirlarning shu Xanzularning klassik shoirlarga o'xshash shunday asarlarni yozib bizga qoldirganligi, buning bugun tarjima bo'lib, shu o'qirmanlarga kitobxonlarga sunish oldi tuganligidan xabar olgan bizningki bo'limdagi bolalar intayin xo'shal bo'lib, kitob kelgandan keyin dastlabda buning shu ichidagi she'rlarini o'qib baqdik. Xuddi ilg'a Mavshining she'rlari, bir Mavshining she'rlarini Teyip Cinkamlar o'z vaqtida bir tarjima qildi-ku. Mana shundaqcha Abdukarim Xo'jayevlar, anandagi Libayning, Dufuning she'rlari. Shu she'rlarda shundaq go'zal chiqqan. Anandagi bu she'rlar yana birisi buningdan nurg'un bizning Uyg'urlarning shu psixologiyasi, adabiyot, san'at jihatga o'zining bir xil aloyidligi singan. Endi bu mudolliq qaraganda keyin xuddi bu she'rni shu shoirlarimiz Uyg'urcha yozgandek chiqqan. Endi shundan bizning tahrir bo'limimiz intayin xursand. Andan keyin kitob chiqqandan keyin buni keng o'qirmanlar o'qib, buning haqiqatan shundoq baho berdi. Bundan qaragan chaqda shu kitobninki realni ahamiyatini biz qaysi nuqtalardan sharhlab baqsa qolaymi ekan? Bu kitobni Xansu o'qirmanlarning o'zi o'qisa, osonliq millatlarning g'arbiy yurtdagi osonliq millatlarning adabiy ijodiyatlaridan xabar topdi. Agar osonliq millatlarning o'zi o'qisa, o'zining butun davlatning adabiyot ishlarining taraqqiyoti uchun o'z ajdodlarining qanchalik hissa qo'shganligidan faxrlanib qoldi. Real ahamiyat jihatda bu she'rlarning hozirmi real ahamiyati bor. Yalnız tarixiy ahamiyati emas, real ahamiyati deganda bu she'rning o'zida ifodalanayotgan insonparvarlik, vatanparvarlik, do'stlik, mehribonlik, o'xshashla chinlikni, go'zallikni, yaxshilikni ta'kidlash, o'xshashla saxtalik, yolg'onchilik, razillikka qamchi urish, o'xshashla chiriklik, xiyonat, parxo'rlik, amaldorlarga qarshi turish, o'xshashla xalqning hammasini inoq, ijil, osoyish qilishga intilish, hammasi shu osonliq millat shoirlarining she'rlarida aks etgan. G'arbiy yurt adablari bizga bir she'rni emas, bir tafakkurni, bir tarixni, bir madaniyatni, bir ruhni ato qildi desak bo'ladi. Bu meningcha bir ahamiyati ekan deyman. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh. Her öyde bovaqlarning hammasi analarning qo'llariga telmirishidir. Chunki shu mehribon analarning qo'llari shu damda bovuqiga sabiylar quvvat bo'lmoqini tayyorlab berish bilan aldirash. Tarkibida har xil vitamin, mol oqsil va minerallar bo'lgan yuqori tan texnika bilan bovaqlar uchun maxsus ishlangan sabiylar quvvat bo'lmoqi bovuqingizni sog'lom va shodmon qo'g'isi. Bovaqlar sog'lomligi uchun sabiylar bovaqlar quvvat bo'lmoqi.